Shu bir xil otlar bor, qalinga kirmaydi. Keyin egasini aytganini qilmasdan shu ko'pkarlarga bormasdan, borgisa ham ishlamasdan yuradi. Ular qanaqa otlar aka? Qanaqa qilib buzilib qoladi, ularni to'g'rilasa mumkinmi? Endi uni shu boshiga chilardan chiqargan paytda obdan sovutmaydi-da, sal erinchoqlik qilishadi bolalar. Obdan sovutish kerak otni. Obdan sovutgandan keyin ko'pkarga solish kerak. Issiqlayib boradi ot. Boradi. Keyin buzilib qoladi. Oraga buzilgandan keyin ana shunaqa polvonni gapini olmay tikka bo'lib, orqaga qaytib, qisilib, shunaqa bo'lib yotadi ular bormay. Polvonni ham oyog'ini burab ketaveradi, boshqa ham bo'laveradi. U otlar bir sezon iloji bor choptirmaslik kerak unaqa otlarni. Iloji boricha hamma ot uzib tashlaydi-da. Yondagi otlarni ham ishlayveradi. Unaqa otlarni asosiysi bir sezon choptirmasdan mana hozir mart oyining boshlarimi, shu mart oyining boshlari, fevral oxirlariga iloji boricha ko'kka qo'yib yuboruverish kerak-da. O'zini o'zi tozalaydi otlar, ichi toza bo'lib, keyingi yilga obdan sovutib chiqib, obdan sovutib ko'pkarga qo'ysa bo'ladi. Bir xil otning vijdoni bo'ladi. Ming ichidan yog' o'tib qolsa ham o'zini harakat qilib, shu vijdoniga qarab, qoni toza bo'ladimi yo bo'lmasa chopaveradi bir xil otlar. Bildirmaydi. Harakat qilaveradi, ishlayveradi-da. Bir xil otlar darab buzildimi, o'zini bildiradi. Men buzilib qoldim, meni qiynama degan maqsadda bildiradi bir xil ot. Bir xil ot bildirmaydi.